Turkiyada Turkiya gazetalari matbuoti. Har bir gazetani mana bunday joyda narxi yozilgan 25 TL. Bu degani 7000 so'm ekan. Eslatib o'tamiz, İzmirdamiz. Faqa mashinalar ko'p bu yerda. Turkcell ham qimmat kompaniyalardan biri Turkiyada. Mana bunday avtobuslar bor. Ajoyib qadimgi uylar. Turkiyaning eng qimmat kompaniya tele tarmoqlaridan biri, telekompaniyalardan, aloqa kompaniyalaridan biri Vodafone. Bir tomonlama yo'l. Har qadamda savdo rastalari.